2025-yil haj mavsumidan keyingi birinchi umra safariga borish niyat qilayotgan do'stlar, hojotalar, hojonalar bu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Inshaalloh sizlarga hozir yangilikni aytib o'tib ketaman. Avvalambor assalomu alaykum. Bizlarni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan yaqinlar, hojotalar, hojonalar, salomatmisizlar? Alloh taolo umrlaringizni uzun qilsin. Inshaalloh mana haj mavsumidan keyingi, ya'ni hozirda 1,5 oydan keyingi umra paketlarini bizning firma qo'yib bo'ldi. Ya'ni litsenziyalangan firma, videoda boshida aytib o'tib ketaylik. Sababi bundan oldingi mavsumda, ya'ni 1 oy, 1,5 oy oldin bo'lgan voqealarni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Saudiya Arabistonda odamlar qolib ketib qoldi. Shuning uchun diniy qo'mita hozirda yangi tizim o'ylab topyapti. Ya'ni litsenziyalangan firmalarda shunaqa ro'yxatda o'tkazib, tartibda borish rejasini o'ylab topyapti do'stlar. Bizning firma litsenziyalangan, reyslarimiz Toshkentdan, undan tashqari Vodiydan ham uchadi. Sharoitlari haqida, narx-navolar haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying, chunki bugungi videomiz va bugundan keyingi qo'yayotgan videolarimiz sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz do'stlar. Bo'lsam bir boshdan boshlasak, reyslar qayerlardan uchiladi? Eng ko'p tushayotgan savollardan biri. Reysimiz poytaxtdan, undan tashqari Farg'onadan ham reysimiz bor. Reyslarimiz to'g'ridan-to'g'ri uchadi, ya'ni Centrum aviakompaniyasi, undan tashqari Qanot Sharq, shunaqangi bir O'zbekiston havo yo'llari, shunaqa samolyotlardan foydalanamiz do'stlar. Reyslarimiz Toshkent-Jidda va Toshkent-Madina, Farg'ona-Jidda va Farg'ona-Madina yo'nalishida uchadi reyslarimiz. Xo'p, 22-iyundan reyslar qo'yilgan do'stlar. Ya'ni mo'ljal taxminiy vaqti hozir adashmasam 10-iyunlarga o'sha katta haj, ya'ni Qurbon hayiti to'g'ri keladi. O'shandan keyin 10 kundan keyin hisobda mana inshaalloh umraga borish imkoniyati endi sizlarda bor do'stlar. Xo'p, bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqib, Telegram, WhatsApplari ham bor. Bemalol aloqaga chiqib, joylaringizni bron qildirib, savollaringizga javob olish imkoniyatiga egasizlar. Hozir sizlar sharoitlari haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsam, xo'p, litsenziyalangan firmada endi $900, $800dan paket bo'lmaydi do'stlar. U paketlar litsenziyalanmagan firmalarda ekonom paket edi. Ekonom paketda borganlarda ahvollarini ko'rdilaring. Endi biz ular ham to'g'ri yaxshi ma'noda ibodat qilib kelamiz, pulimiz ozroq edi. Bir xilgina mayli $100-200 foyda qilib qolamiz o'sha puldan ham deganlar ham bor ichida, chunki o'ziga to'q oilalarda o'zi ko'pi o'zlari bilet olib kelib olishdi. Sababini o'zlari bilishadi, chunki ekonom paketdan borishgan edi ular. Hozirda standart paket, ya'ni litsenziyalangan firmada xo'p, narxlarimiz $1200. Shunisiga e'tibor beringlar. Nimaga endi qolgan oylarda $1050, $1000, $950 bo'lib turib, endi hajdan keyin birdaniga ko'tarilib ketyapti degan savol sizlarda bo'lishi mumkin do'stlar. Shuni inobatga olgan holatda aytib qo'yaman. Ular litsenziyalanmagan firmada, ya'ni ekonom paket edi do'stlar. Ekonom paketda ko'rdilaring qanaqa ahvolga tushdi odamlar. Ya'ni oziq-ovqatsiz, gatisalardan haydab, biletsiz qolib ketishdi ko'cha-ko'ylarda. Unaqa holat sizlarda bo'lmaydi. Ya'ni litsenziyalangan firma, ya'ni sharoitlari yaxshi, 14 kun Momaydada, Saudiya Arabistonda, 3 kun Madina-i Munavvarada, 11 kun Makka-i Mukarramada 3 mahal milliy taomlarga ega bo'lgan holatda, undan tashqari haramga yaqin gastisalar, undan tashqari qaytish biletlari sizlarda bo'ladi do'stlar. Shuni inobatga olib qo'yinglar. Endi $100, $200dan qochaman deb shunaqangi bir muammolarga tushib qolmanglar degan maqsadda bu gaplarni ham aytib o'tib ketyapman. Ya'ni boshqa firmalarni yomonlamayman, lekin o'sha puli arzon narsa ekonom paket bo'ladi do'stlar. Shuni inobatga olinglar. Chunki bir tomonda o'ziga ketish bileti o'zi hozirgi kunda $400, qaytib kelish biletlari $450 shunaqaga bo'lyapti. $500 gacha chiqyapti do'stlar. Endi o'ylab qo'ying, $800, $900 biletingiz o'zi bo'lsa-yu, endi siz qanaqa qilib viza, undan tashqari Saudiya Arabistonda sayohatlar, undan tashqari gastisalar hammasini qilaverasiz siz. O'sha $900 ichida bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? Shuni bir qator mantiqan o'ylab olinglar do'stlar. Xo'p, reyslarimiz o'sha aytib o'tganimizdek Toshkent-Jidda va Farg'ona-Jidda yo'nalishida uchadi. To'g'ridan-to'g'ri reys Madina-i Munavvarada 3 kun, Makka-i Mukarramada 11 kun bo'lasizlar do'stlar. 3 mahal milliy taomlar, malakali 50 bosh sizlar bilan birga ketib, birga qaytib keladi. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Saudiya Arabistonda kutib oladi deyilmaydi. Bitta 50 boshi yoki bitta 50 yo'l boshimiz sizlarni olib ketadi o'zi birga va birga qaytib keladi. Shuni inobatga olib qo'yinglar. Madina-i Munavvarada inshaalloh Xurmo bog'iga sayohat, undan tashqari Qubo masjidiga sayohat, Arofat vodiysiga sayohat, undan tashqari boshqa joylarga sayohatlar uyushtiriladi. Inshaalloh eng asosiylardan payg'ambarimiz ravzalariga ham inshaalloh olib kiriladi do'stlar. Makka-i Mukarramada
Xo'p, Arofat vodiysi, Jabal Nur tog'i, undan tashqari Sabr g'ori, undan tashqari Muzdalifaga boriladi, undan tashqari Qizil dengiz sayohati, hamma sayohatlar inshaalloh bo'ladi do'stlar. Shu hammasi shu $1200 to'lovning ichida bo'ladi do'stlar. Shuni ham bir qator inobatga olib qo'yinglar. Undan tashqari firma tomonidan pul ishlatilmaydi. Endi o'zlaring ehtiyojlaringiz uchun, sovg'a salomlaring uchun, xo'p, $1200 dan pul olinglar ham bo'lsalaring, o'zlaring misol oshxonaga kirib ovqatlanmoqchi bo'lsalaring, misol ko'cha-ko'yda, restoran, kafe, shunga o'xshash joylarga kirsalaring, o'zlaring onlayndan pul to'laysizlar. Shuni oldindan aytib o'tib ketamiz. Xo'p, va o'zlaring uylaringizga sovg'a salom olasizlar. Обязательно borgandan keyin nevaramga yoki o'g'limga, qizimga yoki qudamga deyiladi o'zbekchilikda. O'zlaring yaxshi bilasizlar. Shunaqalarga sovg'a salom olasizlar. Shuning uchun o'zlaring yonlaringizga $1200, eng kamida $1200 dan pul olganlaring maqsadga muvofiq bo'ladi do'stlar. Xo'p, ko'pchilikdan tushayotgan savollardan biri Makka Mukarramada gastitsiyalaring masofasi qancha? Makka Mukarramada 1,5 kilometr, 2 kilometrga borib bormaydi. Madina Munavvarada esa 300-400 metr. Makka Mukarramada 24 soatlik avtobus xizmatlarimiz bor. Madina Munavvarada esa gastitsiya yaqinligini hisobiga avtobus qo'yilmagan, transport qo'yilmagan. Ya'ni Masjid Nabaviyda oldidagi gastitsiyalarda turiladi. Bemalol piyoda kelib ketish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Makka Mukarramada esa 24 soatlik avtobus xizmatlarimiz bor. Mutlaq tekin, pul olinmaydi sizlardan. Gastitsiyani pastiga tutsalang avtobuslar bo'ladi, chiqasizlar, inshaalloh haramga olib borib qo'yadi. Haramda ibodat qilib, o'sha avtobusga chiqsalaring gastitsiyaga olib kelib qo'yadi do'stlar. Ekranda nomerlar qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqinglar. o'zlaring xohlagan savollaringga javob olish imkoniyatiga egasizlar do'stlar. Bizlarda musofirda kuzatib turgan do'stlarimiz bor. Bular ham bemalol aloqaga chiqish imkoniyatiga egasizlar. Sizlar ham do'stlar. Chunki bir dona Zagram pasportlaringni tashlab berib, joylaringni bron qildirib qo'ysalaring bo'ladi. Faqatgina sizlardan iltimos, Zagram pasport tashlab berganlaringdan keyin zakat pulini so'raymiz. Sababi zakat pulini olishimizdan maqsad ko'pchilik ekib ketadi, Allohchi deb o'ylaydi. To'g'ri, bular endi bir-ikki marta aldanib qolgan bo'lishlari mumkin. Biz ham aldanib qolganimiz sababli shuning uchun zakat pulini so'raymiz. Biz pasportni olib, registratsiyadan o'tkazib, aeroportda pul beramiz, uka, xudoning uyga ketyapmiz, umra qilgan ketyapmiz, sizlarni aldamaymiz degan odamlar ham bizlarni aldashgan. Shuning uchun biz o'zimizni nima desa bo'ladi, himoyamizni o'ylab oldindan ozgina zakat pulini olamiz. Zakat pulini olganimizdan keyin u odam обязательно umra safariga borish uchun aeroportga keladi va qolgan to'lovlarni qiladi va o'sha yerdan uchib ketiladi. Bir xilgilar bizga pasportni beradi, aeroportda pul beraylik, uka, baribir sizni ko'rmaganmiz, ishlamaymiz deyshadi. Xo'p bo'ladi, mayli, endi xudoning uyiga ketyapsizlar deb biz xuddi o'sha holatda o'sha pasportlarni registratsiyani o'tkazib, bilet, viza yozib, aeroportga kelib, telefon qilsa, telefonlarni o'chirib olishadi. Nima sabab bilmayman. O'sha holatda biz, ya'ni bilet bilan viza kuyib qolamiz. Shuni inobatga olgan holatda to'g'ri tushunasizlar. $50, $100 o'zi arzimagan pul. Qolgan to'lovlarda ham o'sha misol $1200 bo'lsa, $50 beradigan bo'lsangiz, $1150 da aeroportda beraverasizlar do'stlar. Faqatgina sizlardan iltimos, shunisiga hushyor bo'linglar. Zagram pasportlaringni berib, hozirdan joylaringni bron qildirib qo'ysalaring bo'ladi. Ya'ni litsenziyalangan firmadan, litsenziyalanmagan firmalardan endi qatiraveradi narxlar, ya'ni bundan da ko'tarilib ketish ehtimoli bor degani. Xo'p, bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.